Koreyadagi bir kunim bugun Koreyaning Nyu-Yorkiga, ya'ni Songdoga boramiz. Metrodan chiqishingiz bilan mana shunday baland mehmonxona va har xil binolarni ko'rishingiz mumkin. Va sal o'tsak, suvlar bilan o'ralgan ajoyib dizayn bilan binoni ko'rib, bu joylarga 5 yil oldingi sarvar xotiralarim esimga tushib ketdi. Juda ko'p videolar aynan mana shu yerlarda olingan, o'ziga yarasha qadrdon joylar. Undan keyin shunaqa ko'prikda u yoqqa bu yoqqa qarab videolar olamizda, yana yo'lda davom etamiz. Atmosfera ajoyib, hamma oilaviy ko'chada aylanib yurishibdi. Ya'ni kuchukchalari bilan. Ha, bu ularning oilasi xuddi farzandidek mehribon bo'lishadi ularga. Oldin hech ko'rmagandim bu yerda g'ozlarni suzib ichib yurishlarini va kichik hayvonot bog'cha, ya'ni kiyiklarni ham ko'rib qoldik. Xuddi koreyslarga o'xshab bular ham beozor, qo'rqmasdan yotishibdi. Oldiga borsangiz ham, teginsangiz ham. Keyin esa kofelarni biroz ichib dam olib olamizda, aylanishda davom etamiz. Uje kech ham tushib qoldi va kechqurun bu yerlar yanada chiroyli bo'lar ekan. Aytgancha bu yerda siz shunaqa kichik qayiqchalardan uchib aylanishingiz ham mumkin. Keyingi manzil esa kinoga tushamiz. Hozirda yangi chiqqan mashhur bo'layotgan o'sha mashhur Final Destination Bloodlines kinosini ko'ramiz. Kinomiz boshlangunga qadar shunday massajli joyda dam olamizda, popkorn va kolalarni olib kinoga qarab ketdik. O'zi ham 8-9 etajli katta joylar ekan. Ichlariga e'tibor bersangiz juda ham chiroyli dizayn bilan qilinibdi. Kinoni ko'rish davomida juda ko'p insonlarning o'lishi va har joyda minglab o'lishingizga sabab bo'ladigan voqealarni ko'rishingiz mumkin. Xullas bu kinoga 10 dan 10 bergan bo'lardim. Maslahat beraman ko'rishni. Siz dam olish kuningiz asosan nimalar qilasiz? Kommentariyada qoldiring.